Erkak kishi yozursa, maksimum 2-3 hafta. Keyin qanaqadir harakat qilish kerak. Men aytmayman, что бриллиантовое кольцо, там qanaqadir, не знаю, mashinani olib bersin. Mayda harakatdan siz уже ertaga-indinga bilib olasizda, bu erkak kishi faqat gapiradimi yoki harakat qiladi. Nima qilaman men? 2-3 haftadan keyin yozsa, men уже unga namyoq beraman. То есть, menda mashina sinib ketdi, shinani almashtirish kerak. Siz bilmaysizmi, qayerda yaxshi avtoservis bor. Harakat qiladigan erkak kishi, ayol kishi unga kerak, то есть da u harakat qilyapti, shu ayol kishi bilan balkim ertaga qanaqadir отношение qilmoqchi bo'lsa, shu nima qiladi? То есть o'zi mashinani olib, men o'zim servisga olib boraman, переживать qilmang, o'zim hammasini qilaman. Sizning ishingiz bo'lmasin. Mashinani oladi va qilib beradi. To'g'rimi? Bu mana harakatchi erkak kishi. Kim menga yozsa, misol uchun, mana shu ustaga telefon qiling, sizga yordam beradi. Bitta tanishim bor, hozir men uni nomerlarini topsam, unga telefon qiling, sizga skidka qilib beradi. Bo'ldi, shu erkaklar сразу blok. Chunki bu уровеньda uchmadi.